Mamlakatimizda fuqarolarning diniy ta'lim olishlari hamda o'zlari xohlagan dinga emin-erkin e'tiqod qilishlari uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa so'nggi yillarda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu imkoniyatlarni yanada kengaytirib, aholi uchun qulay muhitni shakllantirmoqda. Shu bilan birga ayrim holatlarda maxsus diniy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan noqonuniy ravishda uy sharoitida yosh bolalarga diniy ta'lim berish holatlari ham uchrab turibdi. Jumladan, Namangan viloyati Kosonsoy tumani Qorasuv mahallasida istiqomat qiluvchi 1982-yilda tug'ilgan fuqaro hech qanday diniy ma'lumotga ega bo'lmay turib, ushbu hududda yashovchi maktab o'quvchisi bilan birgalikda Telegram messenjerida yashirin guruh tashkil etgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan tezkor o'rganishlar davomida aniqlanishicha, ushbu virtual guruh orqali 27 nafar ayol va qizlarga haftasiga 3 kun 100-200 ming so'm pul evaziga noqonuniy ravishda diniy saboq berib kelingan. Shuningdek, mazkur tumanning Istiqlol mahallasida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan va diniy ma'lumotga ega bo'lmagan fuqaro ham o'z xonadonida yashirin hujra tashkil etib, 4 nafar voyaga yetmagan va 1 nafar voyaga yetgan shaxslarga diniy saboq berish bilan shug'ullangan. Bunday noqonuniy holat Chust tumanida faoliyat yurituvchi xususiy o'quv markazida ham qayd etilib, unda Navbahor mahallasida yashovchi 1962-yilda tug'ilgan fuqaro arab tilini o'qitish bahonasida 7 nafar xotin-qizlarga noqonuniy diniy ta'lim berib kelgani ma'lum bo'ldi. Boshqa aniqlangan holatlarda esa Yangi Namangan tumanining Tinchlik mahallasida istiqomat qiluvchi 1983-yilda tug'ilgan ayol hamda Uchqo'rg'on tumani Oqtovlik mahallasida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan uy bekasi ham o'z xonadonida yashirin hujra tashkil qilib, noqonuniy diniy saboq berish bilan shug'ullangan. Mamlakatimizda yoshlarning diniy va dunyoviy bilim olishlari uchun oliy ta'lim muassasalari, madrasalar va boshqa o'quv dargohlari faoliyat yuritmoqda. Biroq ayrim ota-onalar bu imkoniyatlarni to'g'ri anglab yetmay, farzandlarini noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb etayotgani xavotir uyg'otadi. Chunki yashirin hujralarda olingan ta'limning mazmuni va yo'nalishi nazorat qilinmaydi. Hozirda yuqorida aniqlangan holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.